oqshomlar nima yomon chiqib chiqdim desam, ay sizlar ekanda. Menga iPhone 17 olib berma, sirasi turib ketaman, aytib qo'y. Takroriylikchi, men ham repinachga oldirishim kerak. Men kiyinarkan qizim o'chib turadi o'zi ko'zim. Kuyovsiz ko'rpada, qizim sen yumshoq mebelga chiqqani? To'xtang, ko'rpani 2 qavat qilay. Ko'rpa qani? Indamay o'tiring. Mebellaringiz zo'r ekanligi yumshoqqina. Bolalarim qani? Samarqand nonda nonlar qani? Qotib qopti sal. Voy mana. Enajon siz ko'kcha ichasizmi, qoracha ichasizmi? Rahmat bolam, men o'zim novat choyimni ichaman. Dadasi, erkak qizimiz bilan kuyovimizga nima ovqat qilamiz? Kecha olib kelgan qo'y go'shti qo'ydim ba'ziga bir lazovdan oshqib bir o'rdachim. Voy, aytgandek bozorliklar qayda edi? Qayda bo'ladi? Mani onajonisi xaladelikda ichida turibdi-ku, nima? Ha, bo'ldi. Xaladelik qalay kuyov germanskiy havas bilan olganman-da. Bolalarim dasturxonga qarab o'tiringlar. Dasturxonga hech narsa yo'q-ku. iPhone 7 kerak bo'lsa, jim o'tiring. Mana qizil ekran, mana qora ekran, Erondan kelgan uzum mana. Onlar bolalarim mana. Dadasi, bolalarga televizor ham qo'yib bering. Aha. Pult qaniydi? Mana, menda. Aya, bu telefon-ku. Ha, mana ekan pult mana. Hop, mana ishani bo'layotgan ekan. Ko'ringlar vallahi. Isib ketdim. Mana kondor yoqdi bu koreyskiyda zo'r nariroq o'tir. Qizim kuyovimga shamol uradi. Televizor ham xaladelnik ham uyda dash gilam ham yo'q-ku. Siz nima ishtonni unday sochiq olib olgansiz? Короче, menga iPhone 17 qizingizga rebanachka olib berasiz. Shunga keldik. Bolam o'zingni bos. Dadasi o'zingizni bosing. Endi mana jaltirkalla 5 ta chiqardim. Sen 5-chisi senlarni urib odatini qilaman deb uyimda gilam tugir ketimda ishtanim ham qoladi. Mana kiyib o'tirgan biriging ham meniki, uyat borma senlarda. O'zimiz mana endi toshib o'tirmiz. Senga 40 kun uyingga ovqat jo'natdim. O'chma, bizda aybimiz qiz o'stirganimizmi? iPhone 17? Men iPhone 17. Qaynota kuyovni o'ldiribdi degan xabar chiqmoqda turib. Yo'q, ko'zimga ko'rma. Menga farqi yo'q. Nevaram otasi o'smasin desangiz iPhone 17 olib berasiz. Baribir oldirdingiz-a shu iPhone 17 ni. Dadajonimiz ketdik. Bo'pti, bolalar, yaxshi boringlar. Xo'p, men. Amana prodyuser kichkina chiqarib qo'ydingmi, chuchchi? Men chiqarganim yo'q, uni qozonga alishib keldim, arzon qozon ekan. Tezroq uyda sotish kerak, iPhone'ni kredit ko'payib ketadi. Menga nima deysiz? Sen ham dadangdan olib qilsang bo'ladi-ku. Dadam o'lib ketganiga 20 yil. Men ishim bor.